Mahalla xalqqa eng yaqin boshqaruv bo'g'ini. Insonning dardi, ehtiyoji, orzu va tashabbusi avvalo mahallada namoyon bo'ladi. Shu bois so'nggi yillarda mahalla tizimini yanada kuchaytirish, uning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash va vakolatlarini kengaytirish davlat siyosat darajasiga ko'tarildi. Mahallamizda o'zgarish ko'p bo'lib turibdi. Buni bir sanab chiqish kerak hozirgi vaqtimizda. Mahallamiz asfalt bo'ldi. Bundan juda shodmiz, xursandmiz. Mana ko'rib turganingizdek, gullar ekilgan, daraxtlar ekilgan, suvlarimiz salmoda oqib turibdi. Mahallamizning iqtisodi juda yaxshi. To'g'risi ham kambag'al oila qolmagandek. Janjal vag'irdi yo'q. Hamma tinch. Obodonchiliklar ham yaxshi bo'lib turibdi. Gündan biri-biridan ko'rib gullarni ekishni, shu xuddi vodiylarga qarab havosatib vodiylarni, ko'chalarini yil-yildan yaxshi bo'lib borayotir. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, hammasi ko'rinib turgan nimalar. Obod mahalla bu faqatgina toza va chiroyli ko'chalar emas, balki ahillik, hamjihatlik va fuqarolik mas'uliyatining yorqin ifodasidir. Mahallalar, ko'chalar va xonadonlarni obod qilish, aholi turmush sifati va yashash muhitini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. Shu maqsadda bugungi kunda hududlarda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari erta tongdan boshlanmoqda. Endilikda mahalla raisi faqat tashkiliy ishlar bilan cheklanib qolmasdan, hududdagi ijtimoiy muammolarni bartaraf etish, ozodalikni ta'minlash, aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladigan loyihalarning tashabbuskori bo'lishi lozim. Xonqa tumanidagi Paxtagul mahallasida ana shunday tashabbuskorlik ko'zga tashlanadi. Paxtagul mahallasi aholisi bilan tanishyapmiz. Mana ularga juda ham yaxshi infratuzilma yaratib berilganligi natijasida hattoki mebelchilikda ham o'z iqtisodiyoti ta'minlanyapti ekan. To'g'rimi? Bugungi kunda mana shu mahallani rivojlanishi qanday ketyapti? Mahallamizda rivojlanish yaxshi. Masalan, mol-mulk soliqida tushgan 10% dan mahallamizda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha 5 ta 100 taniydigan kamera qo'yildi. Undan tashqari kechqurun aholi hordiq chiqarish uchun mahallamizda 25 ta tungi chiroq qo'yildi. Aholimiz hozir hammasidan rozi. Prezidentning farmonlari bilan 7 tashkil qildi. Aholi muammolari mahalladan bityapti. Prezidentimiz bizga yaratib berayotgan sharoitidan foydalanib mahallamizni yanada rivojlantirishga harakat qilamizda. Prezidentimiz rahbarligida o'tgan videoselektor yig'ilishida ham mahalla faoliyatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi. Endilikda mahallaning daromad manbalari kengayadi. Yer va mulk solig'ining mahalladagi qoladigan ulushi 15% ga yetkaziladi. Qator jarimalar hamda noturar obyektlardan tushadigan soliqlarning bir qismi mahalla ixtiyoriga o'tkaziladi. Bu esa mahallalarning o'z muammolarini mustaqil hal etish uchun mustahkam moliyaviy asos yaratadi. Paxtagul mahallasida 5000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Birgina mahallaning o'zida keyingi 1 yilda 10 kilometrdan ziyod ichki ko'chalar asfaltlashtirildi. Eng muhimi, mahalla o'zining iqtisodiy drayverini topdi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024-yil 16-dekabr kuni o'tkazilgan banklar ishtirokida mahallada ishsizlikni kamaytirish, aholi daromadini ko'tarish bo'yicha tijorat banklari oldiga aniq vazifalar belgilab berildi. Bunga ko'ra tijorat banklari mahallalarda har bir mahallaga, har bir xonadonga kirib borish uchun, aholini daromadli qilish uchun mahalla bankiri va mahalla agenti faoliyatini yo'lga qo'ydi. Shulardan kelib chiqib 2026-yil yanvar oyidan boshlab shu kunga qadar Paxtagul mahallasi misolida 78 ishsiz fuqaroga 2 milliard 370 million so'm kredit ajratildi va ularning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari kichik va o'rta biznes subyektlarini 1,5 milliard so'm kredit ajratildi. Kuni kecha davlatimiz rahbari raisligida bo'lib o'tgan videoselektorda dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi va bu bo'yicha ham tijorat banklari oldiga kambag'allik va ishsizlik darajasini pasaytirish bo'yicha aniq rejalar belgilab berildi. Bu rejalarni belgilangan tartibda bajarish uchun Paxtagul mahallasi misolida oladigan bo'lsak, Paxtagul mahallasi o'zi yashil toifaga kiradi, iqtisodi yaxshi, lekin bu berilgan topshiriqlar natijasida aholi ishsizligi pasayadi va daromadi ko'tariladi. Mahalla iqtisodi yanada yaxshilashadi. Xonadonlarning bo'sh maydonlarida mebelchilik ustaxonalari tashkil etildi. Bugun 300 ta xonadonda mebelchilik, 600 ta xonadon esa dehqonchilik bilan shug'ullanib aholi bandligi va daromadi sezilarli oshmoqda. Ayrim xonadonlar mebelchilik orqali yiliga 200 million so'mdan ortiq daromad topishmoqda.
Ağam ikkimiz mebelçilikə şagird olub durduq. Keyin şuna qiziqishimiz bilan o'zlarimiz xonadonimizda bo'sh yer bor edi. 2018-yil ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Mahallada bir yosh bolalarni ish bilan ta'minlab, qo'l mehnati og'ir bo'ladi, vaqtdan o'tkazadik. Bank xodim tomonidan keyin hokim yordamchisi tomonidan bizlarga shunday bir tavsiya bildirdilar. Imtiyozli kredit ko'rib o'rganib chiqdik. Bizlarga ma'qul bo'lgandan keyin biz 100 million so'm kredit aldık. Bir günde bir komplekt çıkaradigan bo'lsak, o stanoklarımızı alganımızdan keyin bir günde 2 komplekt tayyor bo'lib, o'sha dükkanımıza keladi, xalqimizga savdoga chiqaramizdan satmaka. Qo'shimcha ailamizdan bolalardan tashqari yana 7 odamni ish bilan ta'minlab turibmiz. Mebel sozlikka qaratilgan diraverimiz. Hozir usta shogird an'anasini izma kenlab shahidlarimizni yetkazib chiqarib kelayotirmiz biza. Bu mahalla islohotlar amalda qanday natija berayotganligining yorqin namunasidir. Ammo barcha mahallalarda ham ahvol bir xil emas. Masalan, mazkur madaniy yer mahallasi tumandagi og'ir toifaga kiritilgan 9 ta mahallalardan biri hisoblanadi. Mazkur mahallada hamma xonadonlar ham birdek obodonlashtirilmagan. Fuqarolardan bunga sabab nimada ekanligini so'rab yuzlandik. Mahallangiz kuzatyapmiz. Yashil belbog'lar kam. Chiqindilar uyumini kuzatish mumkin. Umuman mana shu mahallada oxirgi marta qachon obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi? Mustaqilligimizning 35 yilligi yaqinlashib kelayotir. Ana shu fursatdan foydalanib, oqsoqollar bilan birgalikda biza bu hududda asosan oilalar har hududdan kelganda, shularni oqsoqol bilan birgalikda jipislashtirib, ular bilan ham suhbat bo'lib, ulara ana shu tozalik to'g'risida obodonlashtirish to'g'risida tavsiyalarni berib keltirmiz. Xudo xolasa mana gündan gün hududimizda katta o'zgarishlar bo'layotir. Yana davlatimiz tomonidan vodoprovod uchun mablag' ajratildi. Ikkinchidan ana bu yog'och stolbalar o'rniga temir beton stolbalar o'rnatish to'g'risida mablag'lar ajratildi. Mahallada oxirgi marta qachon hashar ishlari amalga oshirildi? Endi oxirgi marta shu mahallada bundan bir 10-15 kun oldin bo'lib edi. Lekin unchalik sifatli bo'lmadi. Yana buni takroran qilamiz, xudo xolasa, bundan ham chiroyli qilamiz. Ana hozir ko'rib turibsiz, ayrim joylarda o'to'lanlar mana yig'ilib qolgan, shularni tashkil qilamiz, xudo xolasa. Jamlimiz bir joydan ana obodonlashtirish transportlari orqali uni chetga chiqarib tashlashni tashkil qilamiz. Bu yerda 1069 ta xonadonda 6000 dan ortiq aholi yashaydi. Infratuzilmada yechimni kutayotgan masalalar talagina. Yo'llar ta'mirtalab, obodonlashtirish ishlarini jadallashtirish zarur. Oxirgi marta qachon obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi mahallada? Ne? Qayerda bu uyilib yotganda? Mana uyingizni to'g'risida. Men uyimni to'g'risi buni 2-3 kun oldin o'rdilarmiz. Olib ketadi uni. Nima sizlarni masalan bir chiroyli obod qilib qo'yishga to'sqinlik qilyapti? Qanaqa? Hech narsa to'sqinlik qilmaydi. O'zlarimizdan to'sqinlik qiladigan narsa bo'lsa. Bu chang bosgan emas, bu kasallik tushgan bunga. Yo'q, zang kasali bu. Nimadan u zang kasali? Bu havodan. Yine yaprak çıkarıp turibdi bu yana boshqadan. Yangi yaprak. Bu changdan emas bu. Nima o'zi sizlarni mana shu mahallangizda ko'proq qiynayapti? Qanaqa masalalar? Hech qanday masala qiynamaydi. Yine tosh tashab berdilar yangi ko'chani. Avval changada yine ajoyib bo'ldi hozir. Qarab turibdi yine mahalla reislari xabar olib suv o'tirib berdilar yine ko'chamizda. Bugungi kunda aholi vakillari mahallada qanaqa muammolar qiynayapti? Mahallamizda yine eski yo'llarni shu dosh tashab yo'llarimizni asfalt qilib turibmiz. Qolgan ko'chalarimizni shag'al tashlab asfalt qilish rejalarimiz bor. Hurmatli prezidentimiz oldimizga shunchalik shart-sharoitlar qo'yib berdilar. Madaniy yer mahallamizning yo'llari, vodoprovodlarni infratuzilmasini yaxshilash uchun yangi O'zbekiston qiyofasiga kirish uchun yaxshi ishlarni qilamiz. Shu vaqtgacha mahalla yettiligi faoliyat yuritish uchun munosib bino ham mavjud emas edi. Hozirda homiylik asosida yangi muassasa qurilishi boshlangan. Xo'sh, qanday choralar ko'rish orqali mahalla aholisi iqtisodini oshirish mumkin? Mazkur savol bilan mahalla bankiriga yuzlandik. Mahallamizda hozir tadbirkorchilikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir qancha ishlarimiz davom ettirib turibmiz. Aholiga bank kreditlarini taklif etilib, tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlaymiz. Yil boshidan buyon 25 ta fuqaroga 550 million kredit mablag'i ajratilib,
Buların bəndliki təminlənən və tədbirkarçılığa yönəltirilgan, yıl axırınaça reja göstəricilərin artığı bilan bəcərib, kəmbəğallıqni kəməytiriş boyunca işləyimiz. Məhəllə yettiliki bilan yangicha yondashuv asasında məhəllədəki kəmbəğallıqning sonini kəməytirishə va'da beramiz. Davlat rahbari ta'kidlaganidek, bugun mahallalar uchun imkoniyatlar har qachongidan ham kengaygan. Endi natija avvalo tashabbuskorlik, mas'uliyat va to'g'ri tashkil etilgan ishga bog'liq. Bilamiz, Xonqa tumanida 41 ta mahalla bor va ularning 9tasi og'ir toifadagi mahallalar hisoblanadi. Ularni ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yaxshilash uchun qanday choralar ko'riladi? Joriy yil 16-yil kuni muhtaram yurtboshimiz tomonidan mahallani rivojlantirish va mahalla yettiligi faoliyatini yangi boshqa olib chiqish bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida vatanimiz taraqqiyoti uchun ustuvor vazifalar qo'yildi. Bu nafaqat mahallaning tashqi qiyofasi, balki har bir xonadonimizga, yangi O'zbekistonimizga mos bo'lgan kayfiyat olib kelish talabi qo'yildi. Muhtaram prezidentimiz o'z ma'ruzalarida yangi Quva mahallasi misolida yangicha ishlash tizimi bo'yicha aniq tushuntirib beriladi. Shundan kelib chiqqan holda biz o'z tumanimizdagi mahallalarimizda, jumladan 9 ta og'ir mahallamizda bu ishlarni boshlab yubordik. Bunda har bir fuqaro bilan manzilli ishlash tizimi joriy qilindi. Ya'ni kimga kredit kerak bo'ladigan bo'lsa, kimgadir yer yoki kimni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha aniq ro'yxat shakllantirildi va buni mahalla bankiri bilan birgalikda ularga har biriga mos keladigan kichik loyiha paketlar taqdim qilindi. Ushbu og'ir mahallalarimizda yo'l infratuzilmasi, ichimlik suvi, tungi yoritish chiroqlari kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Buni ham muhtaram yurtboshimiz har bir og'ir mahallaga 3 milliard mablag' berganlar. Endilikda biz ushbu 3 milliard mablag'ni o'z o'rnida sof va halol sarflashimiz talab qilinadi. Buning uchun men tuman hokimi sifatida berilgan mablag'lardan oqilona foydalangan holda qayd qilingan kamchiliklarni bartaraf qilishni o'z zimmamga olaman. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, mahalla tizimiga katta imkoniyatlar berildi. Ya'ni mahalla reisining vakolati oshirildi. Resurslar pastga tushdi. Bu vaziyatdan biz to'g'ri foydalangan holda o'z ishimizni to'laqonli ravishda amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Barchamizga ma'lumki, mahalla xalqimizning eng yaqin boshqaruv organi hisoblanadi. Odamlarning kundalik masalalarini shu mahallaning o'zida hech qanday ortiqcha ovoragarchiliklarsiz hal qiladigan bo'lsak, biz davlatimiz rahbari kutganlaridek noyob mahalla tizimini tayanch, ishonchli va imkoniyatlarga boy mahallaga aylantira olamiz. Men tuman hokimi sifatida muhtaram yurtboshimiz tomonidan berilgan barcha vazifalarni topshiriqlar ijrosini so'z ta'minlashga kafolat beraman. Mahallalar obod bo'lsa, yurt ham obod bo'ladi. Shuning uchun ham aynan mana shu Durg'odik mahallasiga 46 milliard so'm davlat dasturlari natijasida ajratilgan. E'tiborli tomon ana shu mablag'lar yo'naltirilishi hisobiga bu yerda tadbirkorlik shoxobchalari tashkil etiladi va mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu ham mana shu mahalladagi iqtisodiyotga hissa qo'shishi shubhasiz. Umuman olganda bugungi kunda mana shu Durg'odik mahallasining iqtisodiy imkoniyatlari qanday edi va mana shu ishlar natijasida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Durg'odik mahallasi asosan dehqonchilik va tomorkaga ixtisoslashgan mahalla hisoblanadi. Hozirgi kunda prezidentimiz ajratgan mablag'lari aholining yashash sharoitini yaxshilash, mahallada infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha qilinayotgan ishlar natijasida mahallaga 3-driver qilib sutni qayta ishlash driveri ham qabul qilinmoqda. Mahallamiz chorvachilikka ixtisoslashganligi sababli mahallada 4000 ga yaqin chorva molimiz bor. Har kuni 2,5 tonna sut ishlab chiqarish quvvatiga ega. Shu sutlarni endi mahallani o'zida ko'rib turgan mana bu binolaringizda hozir yangidan tashkil qilinayotgan tadbirkorlik subyektlarimizda yangidan 18 ta tadbirkorlik ishga tushadi. Unda 36 ta yangi ish o'rni yangidan tashkil qilinadi. Durg'odik mahallasi ham og'ir toifadagi mahallalar qatorida edi. Ajratilgan mablag'lar evaziga boshlangan bunyodkorlik ishlari aholi kayfiyatiga ijobiy xizmat qilmoqda. Shu sababli mahalla ahli ham har kuni erta tongdan hashar ishlariga, ko'chalari obodligi va mahallalar chiroyiga yanada fayz qo'shishga kirishgan. Kuni kecha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida mahalla yettiligiga berilgan e'tibordan shunday xalqimiz xursand bo'lib, Durg'odik mahallamizning o'ziga 46 milliard so'm pul ajratilib, maktabimiz, bolalar bog'chamiz va mahalla ma'naviyat markazlari qurish ishlari jadal rivojlanib turibdi. Shu bilan bir qatorda mahallamizdagi 48-oilaviy poliklinika ham katta qurilish ishlari davom qilib turibdi. Hurmatli prezidentimizning e'tibori tufayli qilinib turgan ishlar mahalla yettiligi bilan hamkorlikda bizlar deputatlar ham hamkorlik qilib shu qilinayotgan ishlardan xursand bo'lgan holda xalqimiz ham xursand bo'lib obodonchilik ishlarini o'z ko'chalarida, uylarida, bog'larida obodonchilik ishlarini boshlab yubordilar. Xalqimiz bilan birgalikda obodonlashtirish ishlarini, ko'ksazorlashtirish ishlarini, obodonlashtirish ishlarini rivojlantirib, xalqimiz bilan birgalikda hamkorlikda ishlar olib boramiz.
Og'ir toifadagi 9 ta mahallaga infratuzilmani yaxshilash uchun 27 milliard so'm ajratiladi. Ushbu mablag'lar hisobiga 5 ta mahalla aholi tomorqalarini sug'orish tizimlarini yaxshilash uchun 7,1 kilometr oqar suv tarmoqlari betonlashtirish va 5 ta nasos agregat qurish, 6 ta mahallada elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 15,7 kilometr elektr liniyalari hamda 3 ta transformator, 4 ta mahallada ichimlik suv ta'minoti yaxshilash maqsadida 17,7 kilometr liniyalar, 8 ta mahallaning yo'l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 18,9 kilometr yo'l ta'mirlanadi. Shundan ham bugun mahallalar ana shunday ijobiy o'zgarishlar manziliga aylanmoqda. Xalqimizni shu bir necha yillardan beri arzu qilgan arzulari ushaldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p yillardan beri ishlamayotgan maktabgacha ta'lim muassasasi, 18-ham umumta'lim maktabining eski binosi, qolaversa madaniy markaz, maishiy savdo shoxobchalari qurilishlari xalqimizni ko'zini quvontirib turibdi. Biz keksalar, biz xalq umuman bu narsaga qarab turganimiz yo'q. O'z uyimizni, o'z eshikimizni aldarini obod qilib, davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz kuni kecha selektor yig'ilishida shu mahalla yettiligi bilan nuroniylar jipslashib, ana shunday obodonlashish ishlarini hissa qo'shishlarini ta'kidlab o'tdilar. Shunga qarab bizlar ham bugun mahallamizda ana shunday obodonlashish ishlarini boshlab yubordik. Namunali mahallalar tajribasini og'ir toifadagi mahallalarga tatbiq etish, har bir hududning iqtisodiy drayverini shakllantirish, aholi bandligi va daromadini oshirish bugungi kunning ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Masalan, mazkur mahalladagi tomorqachilikdagi tajriba boshqa mahallalarga ham tatbiq qilinyapti. Oydin hayot mahallasi aholisini haqiqiy mirishkorlar deya ta'riflashimiz mumkin. Sababi aynan hokim yordamchisi namuna bo'lgan holda mahalladoshlarga mana shu tajribani o'rgatib kelmoqda. E'tibor bering, dala tomorqasida mana shunchalik mevali daraxtlar yetishtirilyapti. Birgina oxiri hosiliga to'xtaladigan bo'lsak, 2-yildan hosilga kira boshlaydi va 7 yillik daraxt 100 kilogrammgacha hosil beradi. Biz ularning tajribalari bilan sizlarni ham tanishtiramiz. Tomorqani har bir qarashidan oqilona foydalanyapsiz-da, qanday bo'lyapti daromadlar? Endi bu yerda hozir ekilgan daraxtlar hammasi Amerikaning Kaliforniya shtatida yaratilgan. Shuning uchun ham buni bo'ylari juda ham baland ekan. Bu 7 metrgacha boradi, o'zi to'xtaydi. Har bir tub ko'chat 100 kilogrammgacha hosil beradi. Mana bu tomonimizda mana Ispaniyadan keltirilgan Magador o'riklarimiz bu yil 2 sotik joyga ekilgan, 30 tub erik. 14-may kuni terishni boshladik. 2 sotik joydan 6 million so'mlik o'rik sotdik. 3 sotik joyga mana shu olxo'ri ekilgan. Bu ekilgan payti yovvoyi olxo'riga payvand qilingan. Mana shuning uchun hosil ham kuchli, baquvvat, kasallikka chidamli, mahallani drayverini mevachilikka o'zgartirish bo'yicha juda bir qattiq turib ishlayapmiz. Hozir payvand qilib ko'chatini yetkazyapmiz o'zimiz. Mana 3 yil bo'ldi hosil beradi. Hosil 3 sotik joydan o'tgan yil sotgan daromadimiz 15 milliongacha bordi. Birgina olxo'rni o'zidan. Bundan tashqari mana bu yerda yong'oq ekib qo'yibmiz, tajriba tariqasida Eron pistasi ekib qo'yibmiz. Pomidorni har xillarini ekib qo'yibmiz. Bu qaysi bizning iqlimimizga, sharoitimizga mos bo'ladigan bo'lsa, asta-sekin urug'ini olib shu yerdan mahalliylashtirib, mahallaga tarqatamiz. Hattoki bu yerda qo'zichoqlarni, noyob turlarini ham ko'ryapmiz-da, to'g'rimi? Qirg'izistonda yetishtirilayotgan arashan qo'ylarini keltirdik mahallaga. 2 yashar qo'zichoq so'yishdi, 82 kilo sof go'sht berdi. Oddiy zotsiz bir qo'shqarni boqqandan, qo'yni boqqandan, zotli qo'ydan yarmini boqsangiz ham daromadini beradi. Tovuqlarni ham xuddi shunday qaraymiz. O'rdak bo'ladimi, g'oz bo'ladimi, bu noyob baliqlarni yetishtirish bo'yicha, masalan, bizda ilon baliq deb aytadi Xorazmda. Ilon baliqni yetishtirish, lakkani yetishtirishni bir yo'lga qo'yamiz mahallada. To'g'risini aytsam, 15 yil bo'ldi suv oqmagan kanaldan suv oqib turibdi. Ko'chalarimiz asfalt bo'lyapti. Bu yoqda ariqlar betonlashtirilyapti. Buning uchun jarayonlarni, sharoitlarni xalqimizga yetkazib berayotgan prezidentimizga rahmat. Mahalla obod bo'lsa, ko'cha obod. Ko'cha obod bo'lsa, tuman, viloyat va butun mamlakat taraqqiy etadi. Bugungi islohotlarning bosh maqsadi ham aynan har bir mahallani taraqqiyot va farovonlik maskaniga aylantirishdir.